Muhammad Solih vodiyda o'lish taqiqlangan. 8-qism Mustabid mustaqillik davri tiranishi. Tiranishning eng og'ir bosqichi 3-bosqich mustaqillik e'lon qilinganidan keyin boshlandi. Bu bosqichni bir kishining diktaturasi davri deb atash mumkin. Milliy harakatga eng katta talofat aynan shu bosqichda berildi. SSR davridan qolgan davlat infrastrukturasi mustaqil diktator va uning taqimi tarafidan yer bilan yakson qilindi. Sovet ittifoqining so'nggi yillarda paydo bo'lib ulgurgan o'rta sinf ham tamomila yo'q qilindi. Bu bosqichda yuz bergan voqealar silsilasi shunday. 1990-yil e'lon qilingan mustaqillikka ilk zarba bu mustaqillik davri tepasida turgan kommunist diktator Islom Karimov tarafidan berildi. Karimov Sovet ittifoqi e'lon qilgan 1991-yil mart referendumida o'zbeklarga SSR davlatining yangi ittifoq shartnomasini ma'qullatib, davlatimiz mustaqilligini fe'lan inkor etdi. Bu paytlar biz tuzgan birlik harakatining o'sha paytdagi rahbari Abdurahim Po'latov ham birlikchilarga referendumga qarshi kurashmaslikni buyurdi. Bu xiyonatni biz avval SSR panohida demokratiyaga erishib, keyin mustaqillikka intilishimiz kerak degan demagogiya bilan xaspo'shladi. Afsuski muftiy Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf boshchiligidagi O'rta Osiyo musulmonlari idorasi ham SSRni saqlab qolish tarafdori bo'ldi. O'zbekistonda bu sharmandali referendumga qarshi chiqib, xalqni bu xoinlikka qarshi ovoz berishga chaqirgan yagona siyosiy tashkilot Erk partiyasi edi. Sovet ittifoqi davlat sifatida o'z umrini tugatish jarayoniga kirgandi. Shunga qaramay, kommunistik rejim butun kuchini ishga solib, o'z hokimiyatini saqlab qolishga qattiq harakat qila boshladi. Xunta. Bu tarixiy chirpanish 1991-yilning 19-avgust kuni cho'qqisiga chiqdi. SSR prezidenti Mikhail Gorbachev ta'tilda ekan, Yanayev boshchiligidagi xunta Sovet davlati boshqaruvini o'z qo'liga olganini dunyoga e'lon qildi. Bu voqea yuz bergan kuni kechqurun Erk partiyasi hay'ati O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida to'planib, Moskvada xuntaga qarshi o'z bayonotini qabul qildi va xalqni bu zo'ravonlarning buyruqlarini sabotaj qilishga chaqirdi. O'zbekistonda bunday bayonot bilan chiqqan yagona tashkilot yana Erk partiyasi bo'ldi. O'sha kunlari mustaqil O'zbekiston prezidenti bo'lgan Islom Karimov Hindistonda edi. U Dehlidan Toshkent sari uchgan davlat uchog'i bortidan xunta boshlig'i Yanayevga tabrik telegrammasi jo'natdi. Telegrammada Karimov xuntaning butun amrlarini bajarishga tayyorligini bildirdi. Bu sharmandali voqea o'zbek xalqining 20-iyun 1990-yilda qabul qilgan mustaqillik deklaratsiyasining navbatdagi ihloli edi. Bu diktator Karimovning ikkinchi tarixiy jinoyati edi. Lekin xunta o'z faoliyatini 3 kun davom ettira oldi xolos. Moskvadagi demokratik harakat va o'z mustaqilligini e'lon qilgan Boltiqbo'yi respublikalaridagi noroziliklar va dunyo jamoatchiligi bosimi ostida xunta o'z planidan voz kechdi. Erk partiyasi bu kollapsdan foydalanib 1991-yilning 23-avgust kuni o'zining favqulodda qurultoyini o'tkazdi. Bu majlisda Erk partiyasi O'zbekistonning SSRdan ajrab chiqish masalasini kun tartibiga qo'yishni mahalliy hukumatdan keskin talab qildi. Erk partiyasining favqulodda qurultoyida o'qilgan nutqdan parchalar. Tarixda shunday davrlar bo'ladiki, uning soati yillarga, yili asrlarga teng keladi. Bu haqiqat shu kungacha biz uchun bir obraz, kitobiy ta'bir edi. Bugun bu narsa ko'z o'ngimizda turibdi. Biz shu buyuk voqeaning shohidi bo'ldik. 19-avgustda sodir bo'lgan davlat to'ntarishi va unga qarshi ko'tarilgan xalq harakati bu haqiqatni namoyish etdi.
Qayta qurish deb nomlangan 6 yillik tarixiy jarayonning 19 avgustgacha bo'lgan qismi bir davr bo'lsa, undan keyingi o'tgan 6 kun mutlaqo boshqa davrdir. Bu inqilob shu qadar tez yuz berdiki, uni hamon aqlga sig'dira olmayapmiz. Chunki o'sha tahlikali 3 kun ichida biz o'tgan demokratik yo'lning masofasi qayta qurish kechgan 6 yillik masofadan kattaroqdir. Va bu ikki inqilobning prinsipial farqi shundaki, birinchi inqilob tepadan boshlangan bo'lsa, ikkinchi inqilobning ijodkori xalqning o'zi bo'ldi. Bundan kelib chiqadigan saboq shuki, faqat xalqning o'zigina o'zini qutqarishi mumkin. Agar xalq uyg'onmasa, chet el ham, uning iqtisodiy yordami ham unga najot bo'la olmas ekan. Yana bir saboq bor. Bunisi ma'naviy saboqdir. Xunta davrida ikkilangan jumhuriyatlar ham erishilgan g'alabadan bahramand bo'lajaklar. Xudoga shukr. Ammo biz shuni unutmasligimiz kerakki, hech qachon hech bir xalq boshqa bir xalq kurashi evaziga ozod bo'lmagan. Agar bo'lsa ham bu ozodlik unga tatmasligi aniq. Chunki bu sovg'a qilingan ozodlikni himoya qiladigan xalq bo'lishi kerak. Aks holda bunday ozodlik qancha tez qo'lga kiritilgan bo'lsa, shuncha tez yo'qotilishi muqarrar. Hech kim tank oldiga yotib konstitutsiyani muhofaza etmaydi. Chunki xalq konstitutsiya nima ekanligini bilmaydi. Hech kim demokratiya uchun deya o'qqa ko'krak tutmaydi. Chunki xalq nonni ozodlikdan ustun qo'yadi. Hech kim prezidentni himoya qilib ko'chaga chiqmaydi. Chunki bu xalqni ko'chaga chiqarishga o'rgatishmagan. Xullas, sovg'a qilingan ozodlikni faqat o'sha sovg'a qilgan xalqgina himoya etishga qodir. Hali himoya qilaman deb kelib qolmasa ham yaxshi edi. Bu achchiq haqiqat va unga tik qaray bilishimiz kerak. Va aynan shu sabab Erk partiyasining birinchi vazifasi xalqni uyg'otishdir. Busiz mustaqillik bugungiday qog'ozda qolaveradi. Xalqlar ustida 3 kun osilib turgan tahlika O'zbekistonga qanday ta'sir qildi? Shaxsan men bu tahlikali kunlarda ko'rganim bir lavhani hech unuta olmayman. 20-avgust kuni parlament tashkil etgan majlisda Shayxov va O'razayev degan deputatlar chiqib, xuntaning boshlig'i haqida o'rtoq Yanayev ham aytdilar. O'zbekistonga qo'shin kiritishga hojat yo'q ekan deganlarida yer yorilib yerga kirmadim. Chunki bu vaziyatda qo'shin kirmagani biz uchun sharaf emas edi. Chunki bu qo'shin qonunni himoya qilish uchun emas, qonunni toptash uchun kirar edi. Chunki bu qo'shin kirsa, ozodligimizni himoya qilish uchun emas, uni yo'q qilish uchun kiritilgan bo'lardi. U kiritilmadi, chunki O'zbekistonda Yanayev qo'rqadigan erkinlik yo'q edi. Shuning uchun ham u qo'shin kiritmaymiz dedi. Erk tutgan pozitsiyaga kelsak, Erk birinchi kuniyoq bu mash'um to'ntarishga o'z munosabatini bildirdi. Uning xuntaga qarshi bayonoti shu kuniyoq dunyoga tarqatildi. Mahalliy matbuotda e'lon qilish imkoni bo'lmaganidan bu hujjatlar chet el radiostansiyalardan, xususan Svoboda va Svobodnaya Yevropalardan o'qib eshittirildi. Bu tarixiy voqeadan 3 ta xulosa chiqadi. Birinchi, mavjud sistema qanchalik demokratiyaga intilmasin, jamiyat uchun xavfli bo'lgan va uni 10 yillar ortga uloqtirib tashlashga qodir mexanizmni o'zida saqlab kelyapti. Demak, toki huquqiy davlat tuzilmas ekan, hokimiyatlar qat'iy ajratilmas ekan, davlat to'ntarilishi xavfi tug'ilaveradi. Ikkinchidan, har qanday suveren davlat deb atalgan subyektning o'zini himoya qiladigan armiyasi bo'lishi shart. Aks holda bu suverenlik soxtadir. Buni O'zbekiston hukumatı tushunmog'i lozim. Uchinchidan, biz to'la mustaqil bo'lmas ekanmiz, faqat iqtisodiy emas, siyosiy ham mustaqil bo'lmas ekanmiz. Hech qanday yangilangan federatsiya bizga najot bo'la olmaydi. Chunki bu sistema hamon bir shaxs irodasiga bog'liq bo'lgan sistema bo'lib qolyapti. Biz zudlik bilan O'zbekiston Oliy Kengashining favqulodda sessiya chaqirishini talab qilamiz.
Unda bugungi siyosiy vaziyat ochiq tahlil etilishi lozim. O'zbekistonning to'la mustaqilligidan boshqa yo'l yo'q. Bugungi tarixiy imkonni qo'ldan boy bermasligimiz kerak. 1991-yil 23-avgust. Siz Muhammad Solihning Vodiyda o'lish taqiqlangan audio kitobi 8-qismini tingladingiz. Davomini Eltuz kanalining keyingi yoyinlaridan izlang.